Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugungi yangi darsimizga xush keldinglar. Bugungi Türkçe grammatika darsimizning temasi o'rin kelish qo'shimchasi. Ya'ni Türkçe bulunma durumu ekleri yoki. Endi bu o'rin kelish qo'shimchasi deganimiz nima desak savatdoshlar? Hozir menga biz yozib qo'ygandek da, de, ta, te qo'shimchalari Türkçede qanday ekan o'xshashgan, da, de, ta, te. Uyg'urcha bilan o'xshashgan savatdoshlar. Endi bu o'rin kelish qo'shimchalari deganimizni qanday qilib ishlatamiz desak, buni hammamiz bilamiz. Masalan, bu qalam menda. Shundaymi? Menda ekanligini, ya'ni bu qalamning o'rni hozir nada? Menda. Menda. Yana nima deydi? Ular sinfda. Shundaymi? Ular hozir qayerda? Sinfda ekanligidan iborat shu o'rinni ifodalab berdi. Shundaymi? İstanbul Türkiye'de. Nima deyapman men hozir? İstanbulning qayerda ekanligini deyapman. Ya'ni bu o'rin kelish qo'shimchalari deganimiz da, de, ta, te qo'shimchalari qo'shish orqali shu narsadanki o'rinni bildirib turadigan qo'shimcha savatdoshlar. Buni hammamiz Uyg'urcha grammatika qoidasini bilayli yoki bilmayli hammamiz asosan to'g'ri deymiz. Balkim nurg'unlarimiz bu o'zimiz deymiz, ammo qanday vaqtda yoki bir atal chet ellik bizdan so'rab qolsa, bu Uyg'urchada da, de, ta, te deydi ekansizlar. Masalan, men desak da deymiz, shundaymi? Men da, men ta deydigan gap yo'q. Shundaymi? Men desak menda deymiz, sen desek senda deymiz. Uningda desakchi uningda. Qaranglar, menga diqqat qilaylik. Men desam da qo'shimchasi kelyapti, sen desam da qo'shimchasi, uning desam da qo'shimchasi kelyapti. Sinf desamchi sinf ta deymiz, shundaymi? Biz endi buni Uyg'ur tili, ana tilimiz, Uyg'ur tili bo'lganligimiz uchun biz buni bilib bilmagan asosda, biz buni xatolashmagan asosda deyalaymiz. Ammo boshqa bir til o'rgangan vaqtimizda biz qanday vaqtda qaysi qo'shimchani qo'shadiganligimizni o'rganib olishimiz kerak, savatdoshlar. Bunga qaraydigan bo'lsak, buningki grammatikalik qoidasiga-mi? Yana biz burungi darslarimizda so'zlab o'tganimizdek Türkçedagi so'zuq tovushlarga qaytib kelamiz, savatdoshlar. Nima deganidoq? Türkçeda Uyg'urchaga o'xshashlam 8 dona so'zuq tovush bor deganidoq va bu so'zuq tovushlarni o'z ichidan qanday biz ikki guruhga ayirib olgan edik. Nima? Qalin, ince, ya'ni qalin so'zuq tovushlar va inchika so'zuq tovushlar deb, shundaymi? Qalin so'zuq tovushlar deganimiz nimada? A, I, O, U. İnciler uçuyor, i, ö'den ibarettir. Hem de biz ma'lum bir cümleni tuzgan vaqtimizda, şu cümlede biz bir o'rin kelish qo'shimchasi qo'shadigan ahvol bo'lgan vaqtida, ya'ni bu bulunma durumu, bulunma eki qo'shadigan vaqtimizda savatdoshlar, biz şu qo'shmoqchi bo'lgan so'zning ismninki oxirgi bo'g'imiga qaraymiz, oxiriga yoki oxirgi bo'g'imiga qaraymiz. Agarda şu biz qo'shmoqchi bo'lgan so'z ismning oxirida yoki oxirgi bo'g'imida bu qalin deganimiz bu so'zuq tovushlar a, I, O, U'dan iborat bu so'zuq tovushlar bo'lsa, keyingi nima qo'shadi ekanmiz? Da qo'shimchasi qo'yish orqali biz shu jumlada yoki shu ismning o'rin kelish shaklini yasagan bo'lamiz, savatdoshlar. Agarda shu ismning oxirida, shu so'zning oxirida i, ö'den ibaret bu so'zuq tovushlar kelib qolsa, oxirida yoki qayerda oxirgi bo'g'imida biz shu ismning so'zning oxiriga da qo'shimchasi qo'yish orqali buning biz o'rin kelish shaklini yasaymiz savatdoshlar. O'rin kelish qo'shimchasidagi asosliq, ya'ni bu da qoidamiz mushundan iborat savatdoshlar. Endi-chi bu ta qilib qoldi, shundaymi savatdoshlar? Endi qanday bo'lgan sharoitda ta bo'ladi degan vaqtimizda barliq shartlarini hozir biz deb o'tdik, shundaymi? Agarda bir ismning so'zning oxirida, oxirgi bo'g'imida bu harflar bo'lsa, nima dedik biz? Da. Agarda bu harflar bo'lsa, da dedik. Diqqatga savatdoshlar. Ma tarafga qaraydigan bo'lsak, bu yerda qanday 8 dona harf bor. 8 dona harf. Qaraylar. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Shundaymi? 8 dona bu yerda uzuk harf, uzuk tovushlar bor, Diqqat. Agarda bir ismning so'zning oxirgi bo'g'imida bu harflar kelib, diqqatga savatdoshlar, bu harflar kelib, eng oxirida bu harflardan birasi kelib qolsa, buningda ham hozir biz ikki shart qo'shgan bo'ldik, Ismning oxirgi bo'g'imida oldi bilan bu qalin deganimiz bu so'zuq tovushlar kelishi kerak. Ikkinchi shart-chi, oxirida bu harflardan birasi bo'lib qolgan sharoitda biz buning bu da keladigan yoki biz qanday qiladi ekanmiz? Ta qo'shimchasi qo'shimiz, Tushunishlik? Agarda bir ismning so'zininki oxirgi bo'g'imida bu qalin so'zuq tovushlar kelib, eng oxirida, ya'ni tugigan harfda bu harflardan 8 harfdan birasi bo'lib qolsa, ta qo'shimchasi qo'shimiz savatdoshlar. Agarda bu da qo'shimchasi qo'shgan qoidamiz bo'yicha
bir ismning so'zininki oxirgi bo'g'imida bu inci deganimiz bu a, i, o'dan iborat bu so'ziq tovushlar kelib, eng oxirgi harfi bu 8 dona uzuk tovushning ma'lum birisi bilan oyoqlashsa, biz shundaq ismning so'zining oxiriga ta qo'shimchasi qo'yish orqali o'rin kelish shaklini yasaymiz. Tushunishli bo'ldi deb qarayman saboqdoshlarga. Grammatikalik qoidamiz asosiy jihatdan mushu. Biz tuvanda buningki misollari qarab boqaylik. O pazar. Nima debdimiz? U bazar debdimiz. Shundami? Bu bir normal bir bayon jumladek ko'rindi. Agarda biz bu jumlani o'zgartirsak-chi, u bazarda demoqchi bo'lsak, saboqdoshlar, u bazarda demoqchi biz qaraymiz. O pazar debdik. Oxirga yoki oxirgi bo'g'imga qaraymiz dedik. Shundami? Oxirgi bo'g'imni qaraylik. Nima bor ekan buning tarkibida? Zar. Tarkibida nima bor? A. A bo'lsin bo'ladi saboqdoshlar. A bo'lsin bo'ladi da qo'shimchasi qo'shiladi. Qo'shdik. O pazarda. Nima dedik? U bazarda. Ya'ni uningki nada ekanligini, bazarda ekanligini bildirib bergan bo'ldi. Keyin qaraylik. Çocuk ev. Nima debdimiz? Bala öy deb yana bir kamtuk jumla bo'lib qolibdi saboqdoshlar. Yana bir kamtuk jumla bo'lib qolibdi. Çocuk ev. Bir bo'g'imliq so'zkan, tarkibida nima bor? A bor. A bo'lsin bo'ladi saboqdoshlar, keyiniga da qo'shimchasi qo'shatdik, da. Shuning bilan bu normal bir bayon jumlaga aylandi, ya'ni o'rin kelishlik bir bayon jumlaga aylandi. Çocuk evde. Bala qayerda? Uyda degan tarjimasi chiqdi. Keyin qaraylik, ben yo'l. Nima debdimiz? Men yo'l debdimi? Men yo'lda demoqchi bo'lsam nima deyman desak saboqdoshlar qaraymiz. Yo'l. Tarkibida nima bor ekan buning? O. O bo'lsin bilish kerakda, da qo'shimchasi qo'shatdik. Ben yo'lda. Uyg'urcha deklam bo'ldi. Ben yo'lda. Men qandaq yo'lda degan bir o'rin kelishlik bir jumlamizni tuzgan bo'ldik. Mening nima ekanligimni bildirdi, mening yo'lda ekanligimni bildirdi bu jumla. Keyin qaraylik, o'quvchilar sinf debdimiz. O'quvchilar sinf deb yana bir kamtuk jumla. Qarab boqaylik, oxirgi bo'g'imni qaraymiz degan edik. Shundami saboqdoshlar? Qarasak, oxirisi nima ekan buning? Nif. Tarkibida nima bor? I deganimiz nima edi? Qalin so'ziq tovushlarning tarkibida edi. Shundami? Qaraydigan bo'lsak, bu buji bo'lsin bo'ladi, da qo'shilishi kerak. Shundami saboqdoshlar? Diqqat. Öğrenciler sınıf nima da bo'lish kerak. Ammo biz buningki bir diqqat qilgan yerini deb o'tgandik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 8 dona harfimiz bor. Shundami? Agar mushundaq bo'lib oxirgi bo'g'imida bu harflar kelib, oxirisi bu 8 harfninki birisi bilan, ichidagi bir harf bilan tugab qolsa nima bo'ladi? Bu keyini ta bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, sınıf nima bor ekan bu yerda oxirisida? F harfi. F bu yerda bo'lganlik uchun nima bo'lib ketdi bu? Ta'ga aylanib ketdi saboqdoshlar. Sınıf ta. Da bo'lmasdan nima bo'lib ketdi? Ta. Sababi oxirisi F bilan oxirlashganligi uchun. Qaraylik, bilgisayar ofis. Nima debdi bu? Kompyuter ishxona deb qo'yaptimiz. Shundami? Yana bir kamtuk jumla. Kompyuter ishxonada demoqchi bo'lsam nima deyman? Qaraylik, oxirgi bo'g'imni qaraymiz. Fis. Nima ekan bu? I so'ziq tovushi bor ekan. I bo'lsin bo'lish kerakda, da. Bilgisayar ofis da deyishim kerakmi? Oxir qarayman. Oxirisi yana qaysi harf bilan oxirlashibdi? S harfi. Ya'ni S uzuk harfi bilan oxirlashibdi. S bu 8 harfning ichida bormi saboqdoshlar? Bor. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? Ta. Ofis ta. Nima uchun da bo'lmay ta bo'ldi desak, javobi hozir deb o'tganimizdek. Bu inci deganimiz bu so'ziq tovushlar keldi oxirgi bo'g'imining tarkibida va oxirisi qandoq deganimizda bu 8 harfning ichidagi bir harf bilan oxirlashganligi uchun bu ya da bo'lmasdan ta qo'shimchasi qo'shgan bo'ldik saboqdoshlar. Keyin qarab boqaylik. Para Ahmet. Nima debdi? Pul Ahmet deb qo'yaptimiz. Yana bir kamtuk jumla. Endi buni pul Ahmetda demoqchi bo'lsam nima deyman degan yakilimiz. Qaraydigan bo'lsak oxirgi bo'g'imiga mat. Shundami? Mat. Nima bor ekan tarkibida? A so'ziq tovushi bor ekan. A so'ziq tovushi bo'lsin bo'lish kerakda, da bo'lish kerakda. Endi buning tugigan bu harfi qarasak nima ekan bu? T. T bo'lib qolsa nima bo'ladi saboqdoshlar? Bu 8 harf bilan oxirlashib qolsa, bu da taga o'zgarib ketadi. Shuning bilan nima bo'ldi bu? Ahmet ta. Pul Ahmet ta degan bir o'rin kelishlik bir jumla tuzgan bo'ldik. Keyin qaraylik, onlar park. Nima debdi? Ular bog'cha deb qo'yaptimiz. Shundami saboqdoshlar? Ular bog'chada desak nima deymiz? Yana bu so'zga qaraymiz. Park. Nima ekan bu? Bir bo'g'imliq bir so'z, ism. Tarkibida nima bor? A. A deganimiz nima? Qalin so'ziq tovushlarning tarkibidagi bir so'ziq tovush. Nima bo'lish kerak? Da bo'lish kerak. Ammo
Keyin qarasak tugagan harfi nima ekan buning saboqdaşlar? K harfi. K bo'lsa nima bo'ladi? Ta bo'lib ketadi-da. Onlar park ta deb biz ta o'rin kelish qo'shimchasini qo'shgan bo'ldik. Soat 5. Nima debdi bu? Soat 5 debdimiz, shundaymi? Soat 5. Nima deymiz biz? Soat qanchada? Soat 5. Tamu damu degandek kelimiz. Qaraydigan bo'lsak 5. Tarkibida nima bor ekan buningki? A so'zuq tovushi bor ekan. A bo'lsa nima bo'ladi? Da. 5 da deyishim kerakmi? Keyin qarasak nima bilan oxirlashibdi bu saboqdaşlar? Sh uzuk harfi bilan. Sh buning tarkibida bormi? 8 dona harfning tarkibida bor. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? Ta qo'shimchasi qo'shgan bo'ldik. Bu dersimizdeki asaslık sözlemek bo'lgan nuqtamiz musha saboqdaşlar. Ya'ni bu bulunma durumu yoki bulunma eklari deganimiz dada, tata qo'shimchalarini qo'shish qoidalarimiz, grammatikalik qoidalarimiz hozir biz so'zlab o'tgandek saboqdaşlar. Grammatik qoidalarimizni bir qatim yig'inchoq o'tadigan bo'lsak saboqdaşlar, normalda shu ism so'zningki oxirida yoki oxirgi bo'g'imida bu harflar kelsa nima bo'ladi ekan? Da. Bu harflar kelsa da. Agarda oxirgi bo'g'imida bu harflar kelib, shu 8 dona uzuk harfning birasi bilan oxirlashib qolsa, qanday bo'ladi ekan? Ta qo'shimchasi. Agar so'zningki oxirgi bo'g'imida bu inji deganimiz a, i, o, dan iborat bu harflar kelib, oxirgi harfi shu 8 uzuk harfning birasi bilan oxirlashib qolsa, nima bo'ladi ekan? Oxirgi biz ta qo'shimchasi qo'sh orqali o'rin kelish shaklini yasaydi ekanmiz, o'rin kelish qo'shimchasini qo'shadi ekanmiz, bulunma eklarini qo'shadi ekanmiz. Bugungi darsimiz mushu yergacha saboqdaşlar. Darslarning yaxshi tushunishli bo'lishini umid qilaman. Saboqdaşlarning darslarini yaxshi takrorlab, yaxshi o'zlashtirib mengashga tilakdoshman. Kelasi qatimliq darsimizda ko'rishguncha hammanglar Allohga emanet.